Bugungi darsimizda antigenlarning antitanalar bilan o'zaro munosabati haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Nomidan ko'rinib turibdiki, bu antigen hamda B hujayralar tomonidan ishlab chiqarilgan antitanalar o'rtasidagi kimyoviy reaksiyadir. Antigenlar va antitanalar aglyutinatsiya deb ataladigan jarayon orqali birlashadi. Antitanalar, ya'ni immunoglobulinlar qisqartirib Ig deb belgilanadi. Ular Y shaklidagi oqsil molekulalari bo'lib, turli xil peptid zanjirlaridan tashkil topadi. Mana bu yerda odatiy antitananing to'liq tuzilishi keltirilgan. Antitana tuzilishi odatda ikki qismga bo'lib o'rganiladi, ya'ni doimiy qism hamda o'zgaruvchan qism. Nomidan ko'rinib turibdiki, doimiy qismda peptid zanjirlar barcha antitanalarda bir xil bo'ladi. Boshqacha aytganda, bu qism umuman o'zgarmaydi. Aksincha, o'zgaruvchan qismda peptid zanjirlar zaruratga qarab o'zgarib turishi mumkin. Xo'sh, bu zarurat nimaga bog'liq? Bu antigenning tuzilishi, shakli va o'lchamiga bog'liq. Ya'ni antitananing o'zgaruvchan qismi antigenning aynan mos keladigan shakliga moslashadi. Shuning uchun ular bir-biriga kalit qulf kabi aniq mos tushadi. Shuni aytish mumkinki, antigen bilan bog'lanish joyi aynan shu o'zgaruvchan qismda joylashadi. Odam organizmida bir necha turdagi antitanalar mavjud. Ular bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Immunoglobulin M, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin D va immunoglobulin E. Endi esa har qanday turdagi antitana qanday qilib o'ziga mos antigen bilan o'zaro ta'sirga kirishishini tushunib olaylik. Antitana o'zining o'zgaruvchan qismi orqali antigenning ma'lum bir qismi epitopiga aniq mos keladi, peritopi orqali va unga bog'lanadi. Shu tarzda ular bir-biriga ulanib, organizmni zararli moddalardan himoya qilish jarayonini boshlaydi. Har qanday turdagi antitana o'ziga mos keladigan antigen bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini tushunib olaylik. Ma'lumki, antigenlar bu organizmga kirganda immun javobni qo'zg'ata oladigan molekulalardir. Antigen organizmga kirganda immun hujayralar aynan shu antigenga mos maxsus antitanalarni ishlab chiqaradi. Tasavvur qiling, bu yuzasida antigenlar bo'lgan patogen bakteriya. Organizm uni aniqlagach, immun hujayralar aynan shu antigenlarga mos antitanalarni ishlab chiqaradi. Natijada antitanalar patogen yuzasidagi antigenlarga yopishib, shunga o'xshash o'zaro ta'sir sodir bo'ladi. Bu to'liq immun javob yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Shu orqali organizm zararli mikroorganizmlarni aniqlab, ularni zararsizlantirish jarayonini boshlaydi. Laboratoriyalarda antigen antitana o'zaro ta'sirini ko'rsatib beradigan bir qancha vet testlar mavjud. Shulardan biri ELISA testi. ELISA bu kimyoviy tahlil bo'lib, suyuq namuna tarkibidagi ma'lum moddaning mavjudligini, ya'ni sifat va miqdoriy jihatdan aniqlashga yordam beradi. Uning ishlash prinsipi juda oddiy. Antigen va antitananing o'zaro bog'lanish asosida ishlaydi. Qisqacha jarayon: namuna, masalan qon olinadi, undan kerakli antigen yoki antitana bor yo'qligi tekshiriladi. Mos keluvchi juftlik mavjud bo'lsa, bir-biriga bog'lanadi. Maxsus ferment yordamida rangli reaksiya hosil bo'ladi. Rangning paydo bo'lishi yoki kuchi moddaning borligi va miqdorini ko'rsatadi. Bu jarayonda 96 ta probirkadan foydalaniladi. Antitanalar bo'lgan namuna qo'shiladi. Bu yerda lekin eng muhim farq bor. Antitanalar maxsus fermentlar bilan bog'langan bo'ladi. Jarayonda ferment bilan bog'langan antitana plastinkadagi antigenga birikadi. So'ngra maxsus substrat qo'shiladi. Fermentlar substrat bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada rang o'zgarishi yuz beradi. Rangning qanchalik kuchli o'zgarishi biz izlayotgan modda miqdorini ko'rsatadi. Bu usulning aynan shu turi to'g'ridan to'g'ri ELISA deb ataladi.
Elsaning boshqa turlari ham mavjud bo'lib, lekin hozircha shu darajadagisi keng qo'llaniladi. Immunitet bu organizmning himoya refleksi hisoblanib, ikki turga bo'lib o'rganiladi: tug'ma hamda orttirilgan immunitet, ya'ni nospetsifik hamda spetsifik immunitet. Nomidan ko'rinib turibdiki, tug'ma immunitet tug'ilgandan boshlab mavjud bo'lgan immunitetdir. Barcha patogenlarga umumiy tarzda ta'sir qiladi, tez ishlaydi. Masalan, teri shilliq qavatlari, yallig'lanish reaksiyalari misol bo'ladi. Orttirilgan immunitet bu esa hayot davomida shakllanadigan immunitetdir. Patogenlar bilan uchrashganda rivojlanadi. Juda spetsifik, aniq bir antigen uchun juda maxsus bo'ladi. Immun xotiraga ega, keyingi safar tezroq javob beradi. Orttirilgan immunitet ham tabiiy va sun'iy, aktiv va passiv kabi turlarga bo'lib o'rganiladi.